Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Minecraft o'yinida o'zimizga yangi qishloq quramiz. O'zimizning shaxsiy qishlog'imiz bo'ladi. Bizga kerakli narsalar bular shu va mana bu bloklar. Bu bloklardan biz birinchi bo'lib devor quramiz, keyinchalik Minecraftda birinchi uyimizni quramiz. Xullas kalom, o'tgan galgi skinimni bloklab tayinladi Minecraft, bilmayman negaligini. Xullas o'yinimizni boshladik va biz birinchi bo'lib devor qurishdan boshlaymiz. Bu vaqt ozgina qiyin bo'ladi. 2 blok tashlaymiz, chunki bu yerda darvoza bo'ladi. Va yana yurishda davom etamiz. Keyinroq balki zombi apokalipsis qilarmiz bu yerda. Sinaymiz odamlarni. Lekin hozircha odamlarimiz yo'q. Chunki birinchi navbatda bizga devorlar kerak bo'ladi. Devorlarni esa shu yerdan butirka qilib qurishni boshlaymiz. Qani ketdik. Kitobimga ko'ra to'g'ri boryapmiz. Xullas bugungi video 14 daqiqaga yaqin bo'ladi. Menga YouTube 5 daqiqadan ko'p video qo'yishdi mumkin emas deyapti. Bilmayman negaligini. Ishni tezlashtirmoqchiman. Tezroq qachon 1K bo'lamiz? Ko'pchilik odamlar menga obuna bo'lishni xohlashmabdi. 200 tadan ziyod odam ko'rgan o'tgan videomni, lekin shu safar 6 ta yoki 7 tagina obunachi qaytdi. Ya'ni layklarim ham past. Layklarni bosinglar, obunani bosinglar. Nasib bo'lsa inshaalloh yilning oxirigacha kamida 10 ming tagiga boramiz yoki 1000 ta bo'lsak ham mayli. Inshaalloh bizning armiyamiz kuchli va biz yaxshi Minecrafter armiyamiz. Biz ana bu yerdan boshlaylik. Bunga ko'ra boshladik. Xatoni berkitmaymiz. Yana shunaqa bo'lyapti. Minecraftdagi eng yomon ko'rgan narsam shu voqea. Har doim qayergadir ortiqcha yo'lga kirib ketaveradi. Yana qo'yamiz, yana. Bagni hozir ko'rdinglarmi? Hop, bagni ko'rdingiz va yana mana shu yerda endi darvozaning to'sinlarini qo'yib borishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib darvozaning o'ziga va keyingisilarga qo'yish kerak. Shu yerdan videoni qisqartiraman shekilli. Va videoni qisqartiraman. Ozginadan so'ng. Ozgina yurag'zaylik. Odamlarni ham ko'rsin. Va Minecraftda ozgina qiyin bo'ladi bu ish albatta. Keyin 3-daqiqa ketyapti hozir bizda, lekin bizda yaxshi o'zgarishlar. Ancha katta qalamiz hali qurganimiz yo'q, lekin davlatimiz himoyasi yaxshi bo'lyapti. Menimcha ishni tezlashtirish ma'qulroq. Hali vaqt bor, lekin ishni tezlashtiramiz. Va ishni tezlashtirib yuboramiz yaqinda. Va biz endi ishni tezlashtirmasam bo'lmaydi va mana ishni tezlashtirib qilib bo'ldim. Ancha vaqt ketdi. Qiyin bo'ldi. Mana bu yerlar ochiq qolgan nuqsonlarni to'g'rilab chiqamiz, yo'qsa bu yerda odamlarimiz o'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda nuqson bor, lekin birinchi bo'lib uy qurib olishimiz kerak. Uyimiz juda ham katta va bahaybat bo'ladi. Birinchi uyimiz albatta. Yaxshi, bloklarni oldik. Bloklarimiz o'zimizda bor ekan. Mana bu blokni izlamoqchi edim, lekin o'zimda borligi esimga tushib ketdi. 4 daqiqadan beri og'zim jaldirab gapirayotibman. Buni to'g'rilaymiz. Menga bitta like bosinglar. Bu yarim soat, 1 soatlik ish emas. Bu men shuncha payt o'yladim. Bu ideya kelib qolish payti. Newgamer Place akamiz eslaringizda bo'lsa, ko'rasangiz agar sahroda qilgan ishni men flat olamida qilyapman. Flat olamni ochish qiyin emas, oson. Hard rock deysa ham bo'ladi. Flat olamidagi hard rock. Kreativ-ku nima foydasi bor? Kreativda o'ynay qilyapmiz. Bu yerda tank qurishni ham o'rganib oldim. O'q otuvchini to'g'riroq. O'q otsa avtomatik o'q otadiganini. Ozgina qiyinroq ekan-u, lekin qilsa bo'lar ekan. Men o'rgandim, sizlarga ham tavsiya beraman. Oson. Ikkinchi qismda biz aniq quramiz. Qurish qiyin emas. Men
1 daqiqadan kam vaqtda uni qura olaman. Tez, juda ham qurish. Qurayotgan oyimda taxminan nechadan necha balga to'g'ri keladi. Men o'zimga uyimga qurayotgan oyimga taxminan o'zimni hisobim bo'yicha undan 8.5 ball bera olaman. Undan ortiq. Meni uylarimga hozircha qasr quramiz hali. 3-qismlarda. Qasrlar juda ham katta bo'ladi. 5 daqiqadan beri og'zimni yalab gapirayotibman. Sizlar esa hali ham like bosmadingiz. Bu qanaqasi? Sizlarga shuncha mehnatim ketyapti. Meni CapCut Plus sotib olaman. CapCut Plus'im ham pulli. Xullas kalom, bitta like bosishingiz qiyin emas. Bu menga hech qanaqa daromad olib kelmaydi. Sizlardan esa bu bir tugma xolos. Nahotki bir odamga bitta deganda like bosish shuncha qiyin. Men Minecraft videolarini ko'piga like bosganman. Sizlarning yaxshi Minecraft teringiz kim? Men uchun Artifact nomer 1. Sizlar uchun Hacker yoki Jamami nima edi? Xullas o'sha. Xullas Derp bor. Juda ham ko'p Minecrafterlar bor O'zbekistonda ham. Eng yaxshisi men uchun eng yaxshi animatsiya qila oladigani Hacker va Prismarinman. Prismarinman kanalini sotganda yana tikladi. Bet qo'yamiz. Bu ko'payish joyi. Yana mana bu tuxum kerak bo'ladi va biz tuxumni ham joyiga joylashtirib olamiz. Nima haligi kerak hozir bizga nima edi? Pumpkin kerak, chunki o'rnak quramiz 2 dona Golem. Goblin demoqchi edim. Golem. Goblin odamlarni himoya qilmaydi shekilli. Nima kech ham tushishni boshladi adashmasam. Birinchi tunimizga juda ham yaqin qoldi. Va mana bizning birinchi tunimiz. Menimcha 2 ta golem bo'lsa yomon bo'lmasdi. Chunki hozir bitta golem qiyin bo'ladi. Yana bitta golem qurib bo'ldik. Endi esa mazza qilib kuzatamiz bular nima ish qilishlarini. Kech ham tushib qoldi. Hozir videoni montaj qilaman. Ertalabgacha, chunki kuttirmayman. 10 daqiqa kechasi menga 15 daqiqa berilgan. Hozir esa 7-daqiqa. Va ozgina o'tsin turaman, ozgina uzrki qo'ng'iroq kerak uxlashi uchun. Mana bosdik, keyin qo'ng'iroq chalindi, lekin mana bu uxlamayapti, o'lgisi kelyapti mana. Bo'ldi, uxlayapti. Uxla, nima kerak senlarga? Kechqurun yurib. Uxla. Bo'ldi, uxlayapti shekilli. Ustiga kirib boramiz. Xotini uxlayapti, yo'q, xotini yo'q. Bitta o'zi uxlayapti, xotini uyning orqasida nimadir qilyapti. Bularga tualet qurmadim-ku. Mayli, esimdan chiqib ketibdi. Ana bosilma ham qoldi oxiri. Bosilma qoladigan ham bo'lib qoldi. 8,5 daqiqa bo'lyapti. Ana bitta like bosing. Bosgan bo'lsangiz rahmat, lekin bosmagan bo'lsangiz iltimos like bosing. Bu men uchun katta motivatsiya desak ham bo'ladi. Like, podpiska sizdan, yangi videolar esa bizdan. Bas ovoz chiqyapti shekilli adashmasam sizlarga ham. Ovoz chiqayotgan bo'lsa yaxshi. Juda ham 9 daqiqadan beri men gapirib o'tiribman. Hech narsa demasdan. Lekin sizlar hali ham like bosmadingiz. Hozir 10-daqiqa bo'ladi. 14 daqiqalik video. 10-daqiqa, 4 daqiqa vaqtingiz bor. Like va obunani bosib qo'yinglar. Iltimos. 200 ta odam ko'rgan, lekin bor yo'g'i 6 ta like, 6 ta obunachi keldi. Nima buncha kam obunachimiz juda ham ko'p bo'lsa yaxshi edi. Va shu yerda montaj qilgim kelyapti, lekin qilgim kelmayapti bir tarafdan. Montaj qilish ishlari yaxshi emas. Qiyin Minecraftda. Mana qishloqchamiz juda ham katta. Katta emas, kichkina desa ham bo'ladi. Katta xohlasangiz kichkina deng. Va montaj qildik. Bu mana respawn bo'ldik, set time to 25 daqiqa. Shunday deyapti. Va odamlar ham turdi uyqudan. Bizning golemimiz tirik. Xo'sh,
10-daqiqa esa boshlab yubordik. Bizga endi kerak bo'ladi ferma kerak bo'ladi. Fish, ya'ni baliq ovlaydigan joy kerak bo'ladi. Nima endi bo'lyapti? Bilmasam-ku, lekin qiyin bo'ladi ikkalash ham. 4 daqiqagina vaqtingiz qoldi. Obuna va like bosing. Menga bu juda ham katta motivatsiya. Sizlardan esa bir tugma axir. Nega bundaysizlar? Oddiy bitta tugmani ham odamdan odam qiziqadimi? Bitta dona tugma bo'lsa. Yaxshiyam uyingizni soting yoki boshqa narsani tugmaga bering deganim yo'q. Oddiy bitta tugma. Mayli. Odamlar ya'ni shuda. Bitta tugmani ham qizg'anishadi, ikkita tugmani ham qizg'anishadi. Odam paydo qilamiz bu yerda. 11-daqiqa paydo bo'lyapti bizda ham. 11 daqiqa. Juda ham qiyin bo'ldi. Necha kunlar vaqtim ketdi bu o'yinga. Sizlar hali ham like bosmadingiz. Nima qilishimiz kerak? Sizlarni asabim buzilib ketyapti. Ko'zlarim qizarib ketadi. Ko'zimni yumib ochdim. O'zimni bosib olamiz. Mana bu melon watermelon urug'larini ekasan va o'stirasan sanga beryapman bularni. 11,5 daqiqa. Vaqtimiz juda ham yaxshi o'tyapti. Undan so'ng to'qamiz, qo'yamiz, suv qo'yamiz va yana suv qo'yamiz, yana suv qo'yamiz. Bo'ldi. Yetadi. Bosilib ketyapti. Xo'sh. 114 kunda menimcha eng katta qishloq bizniki bo'ladi. Minecraft olimlari bo'yicha. Hozir eng kichkina qishloq bizniki bitta. Boshqa olimlarda esa deyarli qishloq ham yo'q. Qishloq bir olimlar olganda eng kichkinasi bizning uy. Ya'ni qishlog'imiz bizning eng kichkina qishloq. Uzr, og'zim bo'g'ilib qolyapti. Tomog'im og'riyotgandi 2-3 kundan beri. Uzr shunga. Telefonning zaryadi ketib qoladi va svit ham o'chib qolishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Bizning yoqlarda ko'p svit o'chadi. Qishloqda turaman. Nimaga ko'p video chiqarmadingiz desangiz, buning birinchi sababi somon o'rim payti keldi va mening ishlarim ko'payib ketdi. Somon o'rim payti albatta odamlarning ishlari ko'payadi. Ana shu menimcha bu fermer emas. Fermer bo'lsin, qilich bilan urish kerak menimcha buni. Uramiz. Qochma, qayerga ketasan? Yo'q. Seni o'ldirish kerak. Yana bitta va mana bu adashmasam villager. Ya'ni o'sha bog'bon. Trade. Bu fisherman ekan. Bizga fish ham kerak bo'ladi. Fisher fabrikasini qurib biz chiqib ketamiz. Ya'ni o'yinimiz yoki videomiz tugaydi. Qurishni davom ettiramiz. Yana quramiz, yana quraveramiz. Vaqt g'animat bizda ham, sizda ham. Iltimos qilaman, like va obunani bosib qoling. Talabdan zarilmaydigan kino ham chiqyapti yaqinda. Serial olishim kerak demoqchi edim, lekin bolalar yo'q deyapti do'stlarim. Biz seni serveringga kira olmaymiz, bo'lmaydi. Sen qayerdan olyapsan Minecraftni? Biz topolmayapmiz. Minecraftni oladigan joy o'sha yerdan. Aytolmayman, Artifactning jonli efirni ko'rganingizda Artifact aytgan edi. Hozir meni kanalimni bloklab tashlash mumkin. Yangi kanal ochish uchun esa juda ham qiyin. Va ko'p vaqt ketadi. Mayli, bugungi videoda sizlar bilan xayrlashib turib o'tiraman. Xayr, salomat bo'ling. Sizlar bilan neymayam bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Xayr.